Assalomu alaykum do'stlarim. Biz Artemis klinikasidamiz. Radiologiya bo'limida CyberKnife tizimi haqida hozir konsultatsiya olamiz. Bu tizim saraton va xavfsiz o'smalar hamda nur terapiyasi ko'rsatiladigan boshqa kasalliklarni tiq tekkizmasdan davolash usuli hisoblanar ekan. U tana bo'ylab prostata, o'pka, miya, murtqa pog'onasi, bosh va bo'yin, jigar, oshqozon osti bezi va buyrakdagi kasalliklarni davolashda qo'llanilar ekan. Jarrohlik amaliyotiga alternativa sifatida tavsiya etilar ekan. Jarrohlik qiyin bo'lgan yoki operatsiya qilib bo'lmaydigan o'sma kasalliklari bo'lgan bemorlar uchun tavsiya qilar ekan. CyberKnife davolash usuli 1dan 5 seans atrofida oralig'ida bo'lar ekan. Bu tizim 20 yildan ortiq klinik isbotga ega minglab saraton kasalliklariga chalingan odamlarga yordam bergan deyishyapti. Aynan internetda ham videolarni ko'rsanglar bo'ladi. Bu juda ham texnikani va meditsinani mo'jizasi hisoblanadi hozirgi kunda.